Ha bu aroq ichib mashina haydash mumkin emasligini bilarmidingiz? Nima? Aroq ichgan? Ha ichib olgan. Ichib olganmisiz? 200 gram ichdim. Unda ham aniqlashlam. Nima deganingiz? Hujjatlaringizni bering. Ana ol. Ya jo'ra ichmayman, o'ldaman. Ichur qo'rqmasdan, agar gaya ushlasa, ular ham odam. Bir ikkisi buni berasan, qo'yib yuboradi. Ha, bo'ldi, hozir. Abed qilashlar, bu sizga, bu sizga. Cho'nchaga solib qo'ying buni. Hujjatlaringizni bering deyilyapti sizga. Agar olmasa, pulni dokumentni ichiga solasan, ichida deb berasan, gaya o'zi olib oladi. Ha, hujjat. Hozir. Mana hujjat. Ichida. Tekshir hujjatlarini. Ushlang buni. Siz gap tushunmayapsiz shekilli, ha? Tushing mashinadan. Jak olmasa, orqaga o'ting deysan, orqada aniq oladi. Ha, bo'ldi, tushundim. Orqaga o'taylik, orqaga. Yuringchi. Komandir. Nima? Meytanmi? Nima? Ya tushunmayapsizmi? Nima qilmoqchisizlar? Nima qilmoqchisizlar? Boyadan beri kutyapmiz. Shtrafnoga tiqamiz. Ekspertizaga boramiz. Kimlar shtrafnoga tiqasizlar? Men tushunmadim. Yaxshi gapga tushunmayapsizlar shekilli. Men hozir telefon qilaman. Hozir chaqiraman, ko'rasizlar. Bolalar! Chilonzorga kelman yoqqa, ishgal. Tushunmadim, nima razvo? Chakkagini yirtaman, kim? Kim bular? Bular jo'ralarim. Hammamiz birga o'tirib ichganmiz. Hozir bular ham ichib rulda o'tirishdi. Rast tiqsangiz hammani tiqing. Hop. Hammasi tushganmi? Hammasi ichgan. Sen qazi yo'lcha shuning uchun chaqirding o'zingiz. Ha, sen aytgan hamma ishni qilib ko'rdim. Ko'nmayapti bular. Hamma bir kishi uchun, bir kishi hamma uchun. Kirsak hammamiz kiraylik, jo'ralar. Abdurahmonov, hammasi jarimaga. Ja, qo'rqmanglar.